pedagogika bo'layotgan ish jarayonlaridan mana biz hozir art pedagogikasi kafedrasi jamoasi o'z tashabbusi bilan turli xil yechimdagi kompozitsiyalarimiz bilan shu dekorativ ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Bari bu yerda qilingan ijodiy ishlarimiz shu ilmga, ma'rifatga qaratilgan bu kompozitsiyalarimiz kelgusida yosh avlodni tarbiyalashga, ilmga, fanga, kitob mutolaasiga yo'naltiradigan bir mazmun mohiyatini taqdim etsa, biz qilingan ishlarimizdan bag'oyat xursand bo'lamiz.